yetakchi o'qituvchisi Hasanjon Turdidan sizlarga o'ttiq so'radi. Keling Hasanjon. Aile paklık elçisi aile mülazimet merkezi dediniz mi? Aile mülazimet çeklik şirketi. Çeklik şirketi. Siz o yerde qanday o'qituvchilik qilasiz? Yetakchi o'qituvchi dediniz. Men u yerda shu yangi kelgan bolalarga shu uskunlarni ishlatishni o'rgataman. Masalan, kirslo juydigan uskuni bo'lsa, maxsus kirslo juydiganni o'rganmoqchi bo'lsa, ashuni o'rgataman. Qanday uskunni o'rganishni xohlasa, shuni o'rgataman. Hazır sal ciddiyleşip qalğanlığınız üçün avazınız töverek çıxatamda. Adatda o'quvchilar siz qattiq qo'l yetakchimi yoki bak kam qo'saq yetakchimi? Hammasiga o'xshash barobar. Barobar. Qattiq qo'lmi, ochiqingiz yomonmi yoki azroq yumshoq qo'lmi? Endi birsiniki ko'ngilni qattiq og'ritmaslik uchun tirishib, ularga yaxshi o'rgatib, ularni ishtimay o'rgatganda ularni qabul qila oladi deb qabul qila oladi. Qani qizlar bilan parangiz o'zingizning arzusini bayon qilsangiz bo'ldi. Bu sekslik chiqish maqsadim bo'lsa, meningki yukimni ham qarshi tarafning yukini birlikda ap mang'alisam, ular o'qizalmi mening yukimni tan ap mang'alisa, oilamni mening ota-onamni meni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'ralisa, anandikka meni yaxshi ko'rgan qizlarning ota-onasini u qizlarni yaxshi ko'rgandek men yaxshi ko'raman. Qani qizlar? Hasanjon yaxshimisiz? Yaxshi. Siz o'zingiz nereden bo'lsiz? Men Urumchidan. Urumchidan. Necha yosh kirdingiz? Bu yil 24. Sizniki kasbni tanlaganınız o'zingizga bek chuptu, bek ratlik, bek pokiz chiroy ekansiz. Anki sizdan bir savol so'rab baqsam, sizga naq soqol burut o'sib baqqanmi? Soqol burut o'sadi. Tozalab turman. Qarsam evetgan iz yo'q ekan, shuni so'rab baqam. Bek pokizlikka o'xshayman. Rahmat. Sen Paşkırpıkan elib etmegensen? Ya. Yama bir xil ko'rmayaptim mezzi sense. Ras yamaroq pokizkensen. Men pokizlik elchisi ishlaymanmismi? Sen shu pokizlik elchisi ishlagandan yozib pokiz bo'lib ketdingmi? Yo shu pokiz o'g'ashqa o'sha ishlatamsan. Burunda tatib pokiz. Shu. Mana odam degandan xarakteri, mana taqdiri-chu shu. Rahmat. Onunda sirtliq teri asrash buyumlarini satsangizmi bo'ldi kechmi? Teringiz bek yaxshi ekan, paqiroq ekan. Rahmat. Siz xizmatingiz jaboliq deb qaraymiz. Hamda har qanday ishninki asini yo'q. Jabba tatmasa alavatni ko'rib bo'lmaydi. Endi men bunda deyishim, men 4 yil boshqaruvchilik qilib baqanchim. Boshqaruvchi bo'lgan odam faqat boshqalarga yaxshi bo'lamaydi. O boshqaruvchi har qancha darajada ko'yinib boshqalasidagi odamlar uchun boshqatirib tursinmi, yanlam boshqaruvchi lobanga yaxshiroq bo'lish uchun o'zlariga besim qilayotgandek ko'rinib qoldi hamda. Ya, meningki hamda boshqarishim, bu masalan bu boshqarish usuli meningki men o'zimningki oilasidagi va inilarimni jiyanlarimni boshqargan o'xshash, uydagilarimni qanday boshqargan bo'lsam, shu meningki shogirdlarim ham shu ma'mila o'rganilgan birodarlarimningki shu uyimni qanday tutgan usul bo'lsa, men mana shirkatda shu usul bilan tutib ashlarga muvofiq loyiqada günahni yaxshi bera olmayman. Ham yaxshi o'rgata olmayman. Ularni ham menda rozi bo'ldi. Rahmat, mijozingizdan qarsam ish qilib pek yaxshida ekanda. Boshqalar qattiq qo'pol muomala qilolmaydigandek ko'rdim. To'g'ri o'ylabsiz. Siz? Yaxshi. Siz o'qituvchiman dedingiz-ku, yetakchi o'qituvchi shunday. Yetakchi o'qituvchi. Qanchalik bolalarga dars o'tasiz? Bizningki shirkatda 10 necha bolaga. 10 necha bolaga bir kichik zalda ishxona dars o'tasiz, shundaymi? Yo'q. Bizning shirkat Qarlaylisi mehmonxonasi tuyida emasmi? Şirkette aşağıda üskünler şirketini elip biz Ulanbay zavod Ulanbay'da emasmi aşağıya çıkıp naq maydonda bir qo'l ko'stib andan keyin o bolaga üskünni birinchidan tutanmaydi emasmi aldirmay ko'stib naq maydonda o'qitaman. Shu vaqtda mikrofon taqib so'zlamsiz yoki ishnim yo'q so'zlamsiz? Mikrofon taqmay so'zlayman. Taqmasangiz bolalar sizning gapingizni anglay olamdi. Anglay oladi. Endi o'zingizning turmushdagi qiziqishlaringiz haqida bizni uchur bilan ta'minlab bering qani. Mening asosimda havasim yo'q. Tuzuk kerak. Xizmat, oila, shundaqmi? Ya bo'lsa meniki. Ishdan sirt masalan
işten sırt bulsam, turmuşum, mesela bir sene toy qilib qalsam, ailemni iniq baxtli bir turmush qura olsam, Undaq bo'lsa, bundan keyingi nishoningizchi? Davomli pokizlik elchisi shirkatida boshqaruvchi bo'lib ishlashmi yoki boshqacha nishonlaringiz bormi? bevositlam deyamayman hamda bir mezgil muqim ishada yetakchi o'qituvchi bo'lishim mumkin. Keskin javob beramayman. So'rab baqsam, Bo'ldi. Navada siz hozir o'sha elchi programmasiga chiqib o'zingiz to'y qilish maqsadida chiqdingizmi o'sha elchi programmasiga? To'y qilish maqsadida chiqdim. Siz tanlagan odam yoki bo'lmasa sizni tanlagan odam sizning qo'lingizda men yetaklab mangay, siz menga moslashamsiz, siz o'chaq nima deysiz? Men qo'shilaman. Chunki u yetaklab manga desa, ba'zi vaqtda uni men yetaklab manga olayman. Ikkimiz bir-birimizni yetaklab maqsaq, keyin mustahkam bir ishni vujudga chiqara olmayman deb o'ylayman. Ondaqda sizning mijozingiz joyilamas shunaqa? Yo'q. Qizlarga qo'ydigan o'zingizning hamda o'ylaganlaringiz bordir. Shularni anglab baqsaq bo'ladimi? Va qizlarga qo'ydigan talabim shu, meni yaxshi ko'rgandek ota-onamni yaxshi ko'radi desa, men ash qizlarniki ota-onasini, mash qizlarni yaxshi ko'rgandek ota-onasini yaxshi ko'rsam, shu vaqtda ikkili oilaning urushib qilishning oldini olgan bo'ladi. Ham inoq baxt turmushni qurg'ili bo'ladi. Navada siz yaxshi ko'rgan qizlar ota-onang bilan birga turmaymiz, ayrim turmiz degan masalani o'tirib qo'ysa, lekin sizlarning cho'nglar balam bizlar bilan tug'an bo'lsanglar yaxshiroq degan masalani o'tirib qo'ysa. Siz ota-onangiz tarafdormisiz yoki o'zingiz yaxshi ko'rgan qizlar tarafdormi? Ben onda vaqt kelgan chog'da shu cho'nglar tarafga turaman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bundan burun muhabbatlashib baqqanmi? Muhabbatlashib baqqan. Qancha qiz bilan? 2 qiz bilan. 2 qiz bilan. Eng uzun muhabbatlashgan vaqtingiz qanchalik? 6 oy. 6 oy muhabbatlashdingiz. Masalan, muhabbatlash jarayonida muhabbatingiz ilib kashlik klublar borandinglar. Men unda klublar bir baqaman. Siz bunday san'atga qiziqmamsiz? Masalan, naqsh aytish, usul o'ynash deganlar qiziqmamsiz? Mening aslında müzik ücretim ilgi o'xshaydi. Ilgi o'xshaydi. Ücreyringiz o'ynaganmi yo burundan yo'qmi de? Bu amalikin faqat itamayman amalikin, anglashqamroq. Anglaysiz, lekin siz sho'x musiqalar chiqsa bunday usul o'ynagingiz kelmamda? O'ynagim keldi, amalikin men o'ynamayman emasmi? Siz faxrlanib mening mandaq alohidligim bor deydigan bir ortiqchiliginiz bormi? Mening alohidligim bo'lsa, ailda opam og'rib qolsa, tamoq yetib bera olmayman. Ham o'sha o'zimniki o'sha qilayotgan o'sha yetakchi muallimlikni, o'sha shirkatdagi butun uskunlarni o'zim bir qo'lliq mashg'ulot qila olmayman. Masalan, Navoda sizdan yaxshi mashg'ulot qilgan bir odam paydo bo'ldi deyli. Demak, sizning alohidligingiz ozroq xunuklaşib qolsa, siz qana qilasiz? Undan cho'qim o'rganaman. Undan o'rganasiz. Kasb almashtirib yiqish yoki bo'lmasa, nishonni, rolni to'g'rilab yiqishni o'ylamamsiz. O'zimniki karyerimni to'liqlab bo'lgandan keyin, anandan keyin qolgan ishimni o'ylashsam bo'ldi. Burun muhabbatlashgansiz uzun vaqtingiz 6 oy ekan tuqu. Shu vaqtda ash qizvalning oldida siz eng o'ng'aysizlanib qolgan vaqt esingizda bormi? Nima sababdan siz shu o'ng'aysizlanish holatiga tushib qoldingiz? Şu vaqtda bu ba'zi qizlarning odamning ba'zi qizlarning ishi kelib chiqib bo'lmaydigan emasmi? Pek o'zimni yavash bo'lgandan keyin hozirgi hamma tayoqda bir qizlarni aytgil bo'lmaydi. Hamda ba'zi qizlar bor. Shu yavash bolalarni ko'rsa, mushballarning pulni xarjlablam baxtini o'ylamaydi-da. 2 minut şu foydalanib oliblam, bo'ldi deb boshqa yerga ketib qoladi. Ashta ehvollar bo'lg'achqa ayrilib ketib qolgan. Bu qiz sizdan shu foydalanishni maqsad qilgan shundaqmi? Siz mard bolalar qatori kiramsiz. Shu qiz olgan Ali ma'lum bir qaytim savol so'ragan. Bir qaytimda eng jiq qancha pul xarjlab baqding debchi? Siz bir qaytimda eng jiq qancha pul xarjlab baqdingiz ash qizga? Eng jiq bo'lgan shu 500 ga xarjlab baqdim. Qancha? 500. 500 qo'y. Hasanjon, qizlarga nisbatan siz ilk mudofialanish holida turg'uningiz qaraganda
aktual holatga o'tsangiz, sizning utuq qazishingiz yuqoriroq turadi. Balani sizlar bir o'zgartmiş o'zinglarning yo bolasi yo dadasiga o'xshitib olmay. Mushikemanmish bala. Yaxshi ko'rsanglar mana. Yaxshi ko'rmasanglar o'zinglarning ishni qilinglar. Sizlar hozir hammanglar nasihat qilib bu balaga hozir o'zinglarning ko'z qarashi bir eriga aylantiryapsizlar. Lekin shuni ifodalash kerak-ku. Yo'q, bu bal yavaşken, bayatın so'zlab bir bo'ldi. Bir xil bevosita tuz muomala qildi ekan, muzikalik bo'lmaydi ekan. Mush balan turqmi shu, bo'lishmi shu, xurishmi shu, mush balamida bir sanduq. Mush sanduqni yaxshi ko'rsanglar, yaxshi ko'rganimiz bu nasihat qilib, tarbiya qilib, yilingmanda desang to'g'ri. Bu yerda nasihat qilgan odam yo'q. Hamma shunda qilyapsizlar. Qizlar sanduqni ichib yiqishni o'ylaydi. Chunki sanduqning ichi quruq bo'lsa, hech kim bu sanduqni yutib bir yalagicha apmengishni xolamaydi. Sanduqning ichida cho'qim bir narsa bo'lishi kerak. Odam yashagankan bu er kishining, agar er kishining sanduq desak, bu sanduqda ma'lum bir narsalar bo'lganida qizlar bexatarlik bo'ladi. Bu hargizmi boylik, yana bir narsa degan narsa emas. Taklif bermay, savol so'ranglar, ham javobi hurmat qilinglar. Hargiz eliq javobi sizning ko'nglingizdan chiqmasa, uning taklif bermanglar. Mush bundaq bolalar kerak, bizga oq kerak, qizil kerak, seriq kerak, qora kerak hayotda. Bir xil rang ma'nosizlik bo'ladi. Yavaş bolalar bo'ldi, yukchak mijoz bolalar bo'ldi. Oshinim yaxshi ko'radigan qizlar bo'ldi. Mandaq bolalardan bir xil anchongan topadigan, yani bunda bolalar yavaş bolalarni deb yurayotganlar bor. Shunga savollaringizga yoqmay qolgan vaqtda cho'qim u shaxsiy masala hisoblanadi. Menimcha qizlarning savol so'rg'inining o'zi Hasanjonga fursat beryotgan. Chunki qizlar savol so'rash orqali Hasanjonga o'zini ifodalash fursati yaratib beryotdi. Agar qizlar bo'ptilar bu sanduq etiklik bita altida turaversin, qiziqmadim deb o'zining chiroqlarini o'chirayotgan bo'lsa, biz qizlarga nima uchun o'chirayotdinglar deydik. Lekin qizlar izchil Hasanjon sizga rag'bat beryotdi, fursat beryotdi. Oldiroq keling aynim. Xo'sh, siz Alining aytgani bo'yicha bir o'zigacha bir sanduqkansiz. Sizning ishingizda nima borligiga qizlar qiziqib ancha-muncha savol so'rgan bo'ldi. Meningcha men qizlarni qayta da'vat qilmay savol so'rashga. Endi siz so'rab yiqing. Patigilda siz so'ramsiz? Patigildan sizdan bir savol so'raydi ekan. Mening savol so'ragim kelyapti. Siz bu yil necha yoshga kirdingiz? Bu yil 24 ga. Mushu elsaknasiga o'zingiz xohlab o'z ixtiyoringizdan keldingizmi yoki boshqalar majburlab keldingiz? Majburlik ish bormi? O'zim xohlab keldim. O'zingiz xohlab keldingiz, shundaqmi? Ma'lum. Mayra degandek, ya tanlash, jinda uchun solso, ya o'pchiboy solso, unda qidiqlab. Sen qancha jiqqa qilsang, mushal shuncha jiqchaqnaysa, programmaning maqsadi shu. Men bir savol so'ray. Siz 24 yoshga kiribsiz. Mushu yaqinqi 5 yillik sizningki planingiz nima? Masalan, mush 5 yil ichida siz nima ish qilmoqchi, qanday taraqqiy qilmoqchi, to'y qilsangiz, qachon balliq bo'lmoqchi, qachon to'y qilmoqchi. Masalan, siz mush el sahnasiga keldingiz, to'yga tayyorligingiz bo'lganligi uchun, amshiyatni bir qiz bolalar uchrashib qolsam, ko'nglim yiqib qolsa, akitman deb keldingiz shundaqo. Demak, sizning to'yingiz 80% bu tayyorligingiz bor. Unda bu sizningki shu to'y tayyorligingiz nerga bo'ladi, yagona qilib qolsa, shu muhabbatlash tayyorligingiz nerga beryapti, shuni bir o'zingizniki 5 yillik plan deb bergan bo'lsangiz. 5 yillik planim bo'lsa, meningki oldin ola birinchi bo'lib o'zimni o'ngishilib, andan keyin bir qarshi taraf bilan to'y taklif qo'yib, to'yimni qilsam, andan keyin qolgan ishimni olib ketalayman deb o'ylayman. Hozir o'zimni o'ngishmay turib, men to'y qilmayman deb bir so'zga solsam, o'zim o'zimning varaqi planning sirtib kelib qoldi bu. Demakchi, hozir men to'y taklif qo'yib, to'y qilmayman. Men u qarshi tarafga yaxshi mukammal bir oyilni berib, mukammal bo'lgan baxtni beradigan vaqtimdan lekin to'y qilmayman demak shundanmi? Men hozir bevositadan birsini qishib kelibman, men sizni yaxshi ko'raman desam, u qizlarning meni yaxshi ko'rishi ya %50% yo'msa yaxshi ko'rmasligi %50% bo'lishi mumkin. Mening demoqchi bo'lgan 5 yillik planim, masalan, adam deganning plan oylik, yillik, fasllik o'zgarib turadi emas. Masalan, ma yil montaj qilaman, degandek, bunda sizning oyatga bo'lgan intilishingizni yoki ko'z qarashingizni bilib boqmoqchi edim. O'zimga yaxshi bo'lgan javobga erishdim, lekin rahmat. Sahnaga chiqib hozirgacha tunji qitim xeyli ochiq bir javobni berdingiz. Rahmat. Demak, to'yga hozirning o'zida butun tayyorligim yo'q. Men tirishayotgan bir odam deganni bildingiz. Rahmat enim. Agar po'atgan bo'lsangizmi, biz balki ishinib qolamiz.
Siz naq javobni berdingiz. Qani, davomlashtiraylar. Hasanjon, sizdan amaliy bir savolni so'rab baqay. Masalan, siz bir qiz olib ko'zingiz tushib qoldi, yaxshi ko'rib qoldingiz, lekin siz tex ifodalamidingiz, talab qo'ymadingiz. Shu jarayonda siz o qiz olninki birisi bilan tamoq yegan vaqtini ko'rib qoldingiz deylik. Siz shu vaqtda bal qo'yib o'tamsiz yo yana davomli qo'g'ilishib zodi kim emasligini bilib yana davomli qo'g'ilishaveramsiz? Ash qiz olninki ash birisi bilan tamoq yeyotganini ko'rgan bo'lsam, cho'qim ash qiz olnin qishig'i berib, bu kim o? Nim sebepten otursiz? Lekin sizlar yurmadinglar o vaqtida. Yurmagan. Siz talab qo'ymoqchi. Cho'qim talab qo'ygandiki intilgan qush o'lchisanmay qo'ymaydi-da. Tamoq yegan yerga boramsiz, udulla? Ya tamoq yeb qo'ygandan keyin o'ziniki ishini qilgandik. Ha. Choy ichib turgan bo'lsam-da, men davron mayli ko'z qarshingiz davron hech nima bo'lmaydi. Men shu berib endi bu qizalmi meni tunuydi emasmi? Tunigandan keyin bu qizalga bu kim o? Sizlar tunishamsizlar ya xizmatdoshmi deb bir surishtirib aytaman. Ya meniki burunqi do'stim, jiktim deb qarsa, bo'ldi deb o'zim isim bilan bilib asta keyin yonsam bo'ldi shu. Akam inim deb qaschu. Akam inim deb qarsa shu pulun tülü ütüp çıktı ben demem sen. Yo'q. Ha, o yakma. Bir piyal çay qo'yib turayman. Eng oxirgi bir fursat beray, ya. Yurish, masalan bir qizlar yurib bo'ldingiz, yurish jarayonida sizni bir qitim aldab qo'ydi. Kechiramsiz, kechirmamsiz, lekin bek yaxshi ko'rsiz. Meni birisi aldab qo'yib, hem o aldab meni yana qaytadan o'ziga ishonch ato qildira olsa, men kechirayman. Meni aldab qo'yib, meni ishonchisiga ishondiramasa, men voz kechaman. Demak, fursat bersiz, tuzishiga yo'l bersiz demakchi shunaqa. Rahmat. Xotigalardan bir savol so'ray, anglab olinglar. Qasam qachi tug'ilgan bir kichik bola bor ekan. 9 yoshga kirganda ota-onasi ajrashmoqchi bo'libdi. Onami beqish huquqini talashirkan, dadamni talashirkan. Bu vaqtda qandaq hukm qilishim bir qiyin masalaga aylanibdi. Mana shunday ahvol ostida qachi bolaning ota-onani tanlash huquqi bo'lamdi. Münasibetlik qonun belgilemelerde ayol ajrashganda 8 yoshdan oshgan farzandninki mush beqish huquqi jihatda talash tortish kelib chiqsa, shu 8 yoshdan oshgan farzandning tanlashiga hurmat qilish kerak deb belgilangan. Endi bu ahvol inkas qilgan deki bala hozir 9 yosh kiribdi. Bu bala gaskachi bo'lib, aqli iqtidori normal bo'lsa, mushu balaninki fikri asos qilinadi. Mushu bala dadasini tanlasa, dadasi beqib tarbiyalaydi, opasini tanlasa, opasi beqib tarbiyalaydi. Endi bu bala gaskachi bo'lib, hem aqli iqtidori kamtuk yoki harakat iqtidori bo'lmasa, u vaqtda mush ota-onaninki beqish iqtidori va beqish sharoitini o'ylashib, eng muhimi shu balaning o'sib yetilishiga foydali bo'lish prinsipini asos qilib turib, balaning beqish huquqini bekitadi. Rahmat Fatigilada. Qizlarga oxirgi o'ylanish 5 sekund vaqti, 5, 4, 3, 2, 1. Ben çırak saklap qo'yishimdagi sabab bu bolaning ifodalab berishi bek bizga tushunarlik ham dadil bo'lmasimi? Yetarli bo'lmaydi. Amaliyotda bor ekan. Eng muhim menga ta'sir qilgan yer shuchu. Gap deganni qo'yvasak og'zimizdan chiqaveradigan narsa bu. Qilib olsak bo'ldi, gapga pul olmaydi hech kim. Lekin bir o'g'on bola bo'ldi ekan, bir erkak bo'ldi ekan, cho'qim uni amaliyotda qilish kerak. Ağzını deyishdan burun amaliyotda qilsa uni, anandikini haqiqiy o'g'on bola hisoblayman mening nazarimda endi. Men shundaroq o'g'on bolalarni yoqtirmam. Bir erkaklik bilan bayamtindi-ku. Qanday qilibki o qizlarga talab qo'ymagan bo'lsam-mu, bir o'g'on bola bilan o'tag'imiz cho'qim yeniq bormadi. Chunki bu bola o qizning ko'nglini yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rganligi uchun shuning qishig'i body, buning dadilligini ifodalaydi-da.
lekin ifodalab berolmagan bo'lsa-mu, bizning nazarimizda balkim chiqishlarni qilolmaydigan, o'ziga ishonmaydigan tuyg'u berib qo'ygan bo'lsa mumkin boshqalarga nisbatan. Lekin bu bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi yuragida herkes eg'izda emasga. Shuning uchun chiroq saqlab qoldim. Rahmat. Oxirigacha saqlab qolsiz, shundaqmi? Oxirigacha saqlab qoldim. Lekin bu yerda mening eng o'tirib qo'ydiganim bu bolaga deydiganim ham men bu boladan cho'ng ham bayamdan siz anıldınız. Men bir qitim turmushga qo'ygan bir bolam bor. Endi siz buni qabul qila olgan yoki qilolmagan bo'lsangiz mumkin. O men uchun baribir, lekin men sizning shu haqiqiy erkakdek o'z maydoningizda turib, og'zingizni ifodalamasangizmi, amniyatingizni qilganingizni yoqtirganligim uchun shuning uchun siz uchun chiroq saqlab qoldim. Chiroq saqlab qilishning o'zi fursat berganlik. Agar hozirning o'zida Hasanjon berib chirqingizni tamamen o'chirib yetish va yoki sizning fikringizga hurmat qilib o'zining tanlashi bo'yicha sizning qo'lingizdan tortib sahnadan elib tushib ketsa bo'ladi deganlikka chiroq saqlaymiz. Lekin hurmatini bildirish, ko'ngilda qolib qolgan so'zlarni ifodalashda men bayatdan beri izchil oxirgi fursat amsi kimning savoli bor degan vaqtda siz men mundaq o'yladim degan ifodalasangiz bo'ladi. Lekin chiroq saqlab qilish orqali umid berish qoida tomoshabinlarni qildigan bir halqa. Nima deb chiroq saqlab qoladi? Unda chiroq saqlagan odam oxirigacha yo tushib ketishini tanlash kerak yoki bo'lmasa o'g'il valning tanlashiga hurmat qilish kerak degan xohish chiqib qolganida biz sizni aqlab bo'lmaymiz. Shunga oxir qitim so'ray. Siz hozirning o'zida Hasanjonga fursat berib, oldingizga berib chiroqni o'chirib olsin va yoki sizdek saqlab qilib sizni tatib akasin va yoki qana qilamiz. Men chiroqni saqlab qolsam, men oxirda deb qo'ydim-ku, shuning uchun men bu elchi programmasini davom bishidan tatib ko'rib kelyapman. Men bu bolaning qilalaydigini bildim. Amniyatni qilalaydigini bildim. Shuning uchun bu bolaga ishonchim bog'landi. Shuning uchun chiroq saqlab qoldim. Amdi qag'ini bu qizmi nayt Nayt mardona, Lala. Uchdi o'zining maydonida. Men sizni Rahmat Lala. Tanlig'inim dedim, da'vat edim. Elchi programmamizning tajida Gulgeber markasidagi xonim-qizlar sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib bozorga solgan Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklanish shirkati alohida talab qilgan. Ay dodo, siz xo'goyatamsiz? Ha? Siz xo'goyamsiz? Ha, oyoqni berar. O'zchi. Ay dodo, siz xo'goyatamsiz? Ha? Siz xo'goyamsiz? Ha, oyoqni berar. O'zchi. Bu Saptavaning boshqa mahsulotlari yo'qmi ekan? Bor. Saptava yalpuzchayi, saptava qarqat sharbati, saptava shaptim suyi, saptava qo'g'in sharbati, yana dahi saptava asal suyimi bor. Saptavaning sap mahsulotlari kimda? Bo'ldi ekan. İşte, dilg'uzur, ta'mi, dilg'uzur. Bizning to'g'latqami quruq qolmasin. Ma'qul. Saptava yurishlik ichimliklari. Yaxshimi? Voy! Appak qarda o't qaşdak bo'lib, oyda bir kelgansiz siz. Voy! Alamsiz, ammamsiz. Voy, sizlarmay kimni olaman? Bulana tez. Voy! Pul mu dermiş şu? Ma'qul. Oyda bir ko'rishamiz. Voy! Voy! Chechimga qirin. Elchi programmamiz qatnashib muvaffaqiyatli qo'l tutishgan qiz mehmonga Sofiyana kirim buyumlarini ishlab chiqargan Dilbahar savdo cheklarini o'z ustiga oladi. Zamoniy kiyimlari yigitga bir yurish to'yliq kostyum burilib sovuq qiladi. Meniki hamda bir telefon bor. Hamda mening yoshim birga kichik. Texmen to'y qilmagan balangiz bor ekan. Miyada hamda sizni abchib kutib, kimiyada balangiz bo'lsa, men balangizga ko'ngil bera olmayman. Ko'ngil sizga bera olmayman deb qo'yib miyada. Lekin keyincha bu ahvol o'zgarib ketib qolsa, men vijdon azobi tatib qolgan chiqib qoladi. Shunga bo'lsa chiroqni o'chirasiz. Rahmat.
lekin men sizning shu dadilligingizni saqlab turgan. Mo'shin bir muhabbet degan samimiyatning bir muhabbet emasmi? Siz bugun ifodalaganingizdan ortiq amaliyotda sovg'atga yaxshi tilaklarga erishdingiz. Men udulni aytay. Men qandaqdir davomli kulgin chiroyimda voy muborak bo'lsin, xayr xo'sh deb uzatsam, men sistem qachlangan mashina odamga o'xshab qolishim aniq. Men bayatdan beri bir xil buruqturumliq ichida biza qiynaldim. Turib siz uchun qiynaldim. Turib qizlar uchun bo'ldim. Bo'lsa, bundan keyin mana shundaq dadil qizlar va yoki bir muhabbat izlayotgan juplar uchirganida astoydillik bilan o'ylashib ko'ring. Ham o'zingizning hayoti haqida sahnamizdan ayrilgandan keyin texmi go'zal planlarni tuzishni o'ylashib ko'ring. Bo'ldi. Lekin sizni hurmat qildik. Rahmat. Siz mayli ifodalamang, biz izchil hurmatimizni saqlab qolamiz. Mishadan ayrılışdan burun beni bekip çoğunluğun ata-anamga, ailedekilerimge rahmet etime. Oldu hemse. Rahmet sizge. Ben bugünkü elçi programımıza çıkıp fikrimiz bir yerden çıkan kızlar çıraqını öçürüp etti. Ben onun da afsuslanmayman. Bolsa, keleksan, fırsat bolsa yeni çıkıma. Riyosatchi bo'lib mumkin elchi sahnasiga chiqqandan beri necha qitim deb aytolmayman. Bir qitimdi yo ikki qitimdi. Bo'libmi bugun men yomg'ir yog'anmagan havoning kayfiyatini his qildim, bir xil buruqturumliq kayfiyatni his qildim. Mayli qandaqli aytay, o'zini bakrak dadilroq ifodalagan bo'lsa deb ichimdan ilqi o'kindim desam bo'ladi. Meningcha bu bir xoslikdir. Bu bir tanlashdir. Bu bir tutayotgan yo'ldir. Inimizning ishlarining muvaffaqiyatli bo'lishiga tilakdoshimiz. Qizlar, naqsh anglamdik. Sho'x naqshdan birini o'rlashtiraylik ya. Qani. Süygümni birey Yürgümde sahtisiga urun yok Gülüm bulgin Bulbulun bulay Yallarında kepinekke urun yok Gülüm bulgin Bulbulun bulay Yallarında kepinekke urun yok Yok urun yok Yallarında kepinekke urun yok Yok urun yok Yürgümde sahtisiga urun yok Mihrimni birey irsun dilim Melli bulsam azabınga urun yok Seni şunda süygünüm süygen Sen bar gülüm yaprağıga urun yok Seni şunda süygünüm süygen Sen bar gülüm yaprağıga urun yok Yok urun yok Sen bar gülüm yaprağıga urun Yok urun yok Melli bulsam azabınga urun yok
Tamçı yaşqa közlerinde urun yok. Bahani sen baxtımның əbər. Bu peşimdə qəmlərimə urun yok. Bahani sen baxtımның əbər. Bu peşimdə qəmlərimə urun yok. Yok, yok, urun yok. Bu peşimdə qəmlərimə urun yok. Yok, yok, urun yok. Tamçı yaşqa gözlərimdə urun yok. Bu peşimdə qəmlərimə urun yok. Qani, ekran qarayli qizlar. İkinci yigit zadi kim o? Ma çoğun ustamның görüş çöpü bilen nengosini yaxşı çıktı deydi rasma. Apırıp yapıkanlar tatamay qalsın mana men. Bu ikinci avlat deydi ya. Emsi 5-ci avlat dep yazamta. Yezip qo'ysam yaxshi olamdı bu. Değişik görgəndek bir gap qılınlar. İstemalçılarning e'tirof qilishga erishgan mahsulotning darajasi oshirilgan vaqtda ikinci avlat bo'ladi bu. Yezip qo'ysam hesap emas bu. La bolanglar aldırayım. Ağzыңның sırıqsı çıkıp ketdaqchan ha? Çoğun ustam ikinci avlat görüş çöpü ve yengovları. Her joy her vaqt ko'ngil ochadigan sirdoshlarımızın hammasi ko'znakda. Bütün turdagi tanlangan televiziya teatrlari, kino, san'at programmalari, karton, ma'rif, kanallar hammasi ko'znakda. Ko'znak aptitali va ko'znak kino qutisi xushalligingizning eng yaxshi hamrohi. Baş ustam, mana bu baş ustam. Gengo hogo somi fen da pencini. Her xil kıza korum hem comacini. Oxtuvsiz acayip, heyran kalır halayık. Mana hey baş usta. Oxşap ketdi, oxşap ketdi, oxşap ketdi. Vay demedim mo, vay demedim mo. Mana hey baş usta. Baş ustam yürüşlük temtit kılları. Qani, ekran qarayli qizlar. İkinci yigit zadi kim o? Salam elçi programımızdaki barcha azizlar, mushmatlar xushvaqt olsun. Ben 34 Turpan'da kelgan Anvar Ulman. Ben bu yıl 26 yaş, kasbim bo'lsa fotograf. Qiziqishim resim tortish ham sayli sayohat. Elçi programımızdaki chiqishga sababim o'zimning kasbiy tushilgan, ham mening kasbimni qo'llaydigan, ham jafo mushaqqatda mendan tang bir qadam yo'l ma'ladigan loyiq izlash. Salam muallim, salam güzel kızlar, salam aileden, yaxshimisiz? Qani, ismingizni yana bir deb bersangiz? Mening ismim Anvar, men 34 Turpandan. Ha. Kasbim bo'lsa fotograf. Fotograf. Odatda havisingizmi shu fotograflikka munosabatli ekan, sayt qilishni yaxshi ko'rgansiz. Demak, manzir suratlarini tortishni yaxshi ko'ramsiz, portret suratlarini tortishni ham yaxshi ko'ramsiz? Men asosligi badiiy surat tortman. Badiiy suratlarni. Ha. Mesela mukofotga erishgan asarlaringizmi bormi? Yo'q. Hozir havaskorlik yo'lida menga aytibsiz-da. Valla gapimda bunaqa. Muqim kasbingiz fotograflikmi? Ha, to'g'ri. Qo'shimcha hamda operatorlikmi qilaman. Operatorlikmi qilasiz? Kirimingiz ko'ngildagidekmi? Yaxshi bo'lib qoldi. Qani, al sahnasiga chiqishdagi orzu, maqsadingizni bir anglab baqsaq. Al sahnasiga chiqishdagi orzuyim bo'lsa, hamda mening kasbim tushunadigan avay degandek, men qo'shimcha operatorlikmi qilaman. Joyda to'y-to'king boraman, axshimgacha kash ishdan tushib qolaman. Shuni qabul qila oladigan, hamda jafo mushaqqatni mendan tang bir qadam yo'l ma'laydigan loyiq izlash. Yaxshimisiz Anvar? Sizdan bir savol so'rab boqay. Siz fotograf dedingiz-ku o'zingiz. Ha, to'g'ri. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan qizni o'g'irlikcha rasm tortgan vaqtingiz bo'lganmi? Yo'q. O'g'irlikcha tortmoqmidim, lekin men yoqtirgan qizlarni. Lekin boshqa nimalarni tortgan yerim bor. Biroq tabiiy holati yomon payz chiqdi resimniki. Tabiiy holati deganingiz qanday ahvolni ko'zda tutadi? Masalan, u qiz men qarmoq holatda, u boshqa harakat qilib turganda men tortib olsam. U o'g'irlikcha tortishlarni o'g'irlikcha to'pay qilib yaxshi ko'rgan qiz bo'lsa? Ha. Güzel altını, tabiiy altı güzel buldu deb cümamanda tortadi-ku. Biz diqqat qilmaganda. Biroq qizlarni yaxshi ko'rib baqdingizmi? Yaxshi ko'rib baqdim. Nechini? Yamoydan tutib oldingizmi bu qatim? Qo'lingiz berib turamsiz barmoqlaringizni? Qizlar berib tursin. Ha. Endi yurmadim emas, yurdim. Lekin joyda mansabkorlik etdim, joyda qiz sababkorlik etdik. Chiqib yurdim. Xil turgun Anvar a? Demak, bir necha bilan yurgan tajribasimi bor ekan a? Yaxshimisiz Anvar? Men Nadiya.
Yaxshimi? Siz muhabbatlash jarayonida xilicha qizlar bilan yuribsiz, gapingizni qarasak. Ha, to'g'ri. Tajribangiz xili mo'l ekan. Ha. Undan bo'lsa, qizlarni siz qaysi taraflardan baxtli ham xushal qila oladi ekanman deb o'yladingiz? Oddiysi mendan sayni chiqib, sal tamtiryapman. Bo'lmasa, yomon jahya qilma ham shu. Chiqib, buni taqtuqqa qilib yurib, qo'sh qilma qizlarni. Taqtuqqa gap qilibsiz? Ha, unasama bak ustama taqtuqqa. Jahya qilib yuribchi. Lekin shu Taqdim gap qilib. Shu vaqtda o'zida kuldira olayman deysizdan, ha? Kuldirib, qo'sh qilib, gap qilsaman daga. Bak ancha emas, ozroq. Undan bo'lsa, ash qizlar qaysi tarafdan bekrak xush bo'ldi ekan? Masalan, siz ya sovg'at bersangizmi, ya mehmon qilsangizmi, ya kino taklif qilsangizmi, asham siz xil tajriba egallabsizmi? Tajribangizni bir deb berasiz. Masalan, oddiysi qizlar bilan kun paramashqandan keyin u qizlar nimaga omroq, nimaga o'shgan o'qib oldi. Oddiysi siz odatda qizlar gulgamroq bo'ldi. Men eshitmaganda bir dars olamsam, kuni bir tal gul olsam, siz xush ketasiz shundan. Tajriba xili mo'l ekan. Rahmat. Yaxshimisiz? Siz hozir qilayotgan kasbingizni turpanda qilamsiz yo Urumchidami? Turpanda to'liq suratxona ishlayman. Turpan o'zidami? Ha, Turpan o'zida. Masalan, to'y qilib qolsangiz, turmushim shu turpanda tursizda, ha? To'g'ri, Turpan turman. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz masalan to'y qilib qolsangiz, ayolingiz Girimchidayni. Ha. Endi yasham kunlarida ayolingiz to'y ishlar to'g'riliq aldirash buqalda vaqtlar bo'ldi. Endi bolangiz bor vaqtda siz balangizga qarg'ash uyda ayolingiz saqlab boshning kunib o'tirib keta olamsiz yoki endi uning ko'nmamsiz? Balkim men turmush qurgan ekan balam bo'lib qolsa, uningga kunolmayman. Chunki sizmi Turpanda dedingizmi? Turpanda hozir biz 9-oy, 8-oy boshlab to'y to'kin boshlandi. O'chaqda men cho'qim keyin dukorib qilishim mumkin. Dukorga vaqtimda to'ylar jaqlaydi. Men cho'qim tirishib rasm tortib pul topmasammaydi. Ayolim girim qisma rasm tortaman danga. To'g'ri. Siz ayolingizni girimchilik masalan oyna bo'lib qolsiz, qo'llabsiz, qo'llamamsiz? Qo'llayman. Mening atalishim shu. Ammo kasbim tushadigan qizlar topsam ekan deyman. Siz qandaqaroq Zaratning ishida turib qolgandek qo'man. Aldig'im qo'ymo, keynim girak yanaya. Siz qandaqaroq qizlarni yaxshi ko'rsiz? Masalan, uchuq yo'riqmi yoki endi ichimdikin top deydiganlarmi? Ammo uchuq yo'riq bo'lsa yaxshi, birisiga kasb bo'lsa yaxshi. Endi sizga mayna desam, endi sizga tub-tuzga aqli versam, endi masalan to'ymoy qilib qolsak, oshna xalqi gapgan gapirimni eg'ramay ko'tarib yura olamsiz. Gapni ko'tarmas, siz qog'oshlar siz ko'tara olsangizlar. Ko'taradi deysiz. To'y mo'yilning gap chiqyapti-da. Tayoqdan eg'ir gap bor. Ba'zi gaplar tayoqdan eg'ir chiqib qolsa, yigit ko'tarolmay qolsa qana qilsiz singlim? Ma? Avval gap qilg'ichining o'zini so'raylik. To'y ishi degan bir umrlik ish. Unoq o'yin qator emas-ku. Meningcha endi bir-birimizni tushunib cho'qim to'y qildik. Uningim jihatda moslishi ketdi. Uningmi xo'yini ko'tirdi, mamma uning xo'yini ko'tirba. O'tirliqda endi oynaqni qolsa, ikkimiz bir-birimizga sen ana qildingmi, mana qildingmi deyishtincha uyg'unchu. O'zimiz yaxshi o'tirib paranglashib beqib deyman-da endi. Ha, menda ifodasangiz boshqacha. Ava eg'irroq gap qilsam qanday qilsiz desangiz. Uchuqli bo'lganki, gaqli ekanman, ana aklab gaqlanmaganki. Yaxshimisiz, xush keldingiz. Rahmat. Men sahnada 8 qizning orasida ikkimiz ham go'zallik saloni ochganmiz. Zumratgul bilan menlam. Bugun ham Zumratgul endi o'zingizning jutliq, lekin men bo'rtlangandim. Lekin men ham siz fotograf bo'lgandan keyin mening kelgusimdan bir fotograf ham shiram bu Amraim bo'lishini xohlayman-ku. Bugun ham men shu Zumratgul bilan raqobatlashay deb o'zimni namoyon qildim. Alimanim. Meydanim uchun reallashyapti qizlarim. Mush balni yoqtirib qoldi mush ikkisi. Ammo o'zim yaxshilik bo'lmamdi bu bola. Bu bola bo'ynimi og'rimi deymish, qil qaratdi shu. Xo'sh kelmaymiz. Ya turgin. Biz mamnu turpanliqlar bo'sh kelmaymiz, turpanliqlarni tushuna olganki. O'rtalarxachu, bo'sh kelasizmi?
Börtbalıqlarmı yaman emas, bizden tegimizmi atışıqçı Qo'za? Qo'za? To'g'ri, xato bo'lmadi. Hozir siz kimni dedingiz Qo'zam deb? Anvar degan bolalar. Rahmat. Yo'q, hozir Zumradgul dedi, men turpalliq ham biz turpalliqlar bir-birimizni tushunamiz, biz bo'sh emas dedi. Menmi jang maydonimni e'lon qilib, andan keyin ayollarning yilisini shiltatmam yerda. Turam yerda. Muhabbetning ko'zi yo'q deymiz. Muhabbetning ko'zi bo'lmagan yerda jurtim bo'lmaydi. To'g'ri. Shuna eng muhimi yanla boshqalarga samimiy bo'lashdan burun o'ziga samimiy bo'lash, yuragini tinshash. Shuna qag'ini o'zing yili. Qo'zam degan gapmi chiqib bo'ldi. To'ymoymi chiqdi. Nim deganni yaxshi ko'rman degandingiz Zumradgul? Hayotim deb atishini. Hayotim. Hozir ham yiningizda turib o'rtalardan kelgan Zulxumar Qo'zam devatdi. Men bo'sh kelmayman. Boshqalar bo'lish mumkin mayat g'ulji-puljilar bor. Navbatda boshqalarni qilib boqmamsizlar. Qani tatlig'im, lolarim. Oltin. Bor. Kimda oltin? Oltin bor. Oltin mana. Lola. Anvar sizlarningki turpan to'y qilqasi necha kun to'y qildi? Necha kun to'y bo'ldi? Maslachaga qo'shamdim, qo'shmamdim. Va qo'shmaysiz erlarning ishiga. Maslachaga qo'shmasam shu 2 kun bo'ldi. Bir yarim kun atrofda. Bizning o'g'ilchida yoshlar bir kun to'y berdi. Andan keyin aytis qiz taraf, o'g'il taraf deb 3 kun bo'ldi emasmi? Sizlar to'y qilsanglar odatda qizlarning qo'liga pulni beramsizlar yo mol topshirib qilamsizlar? O bizning qoidamiz shu, ham naqd pul bor, ham cho'lan qaysitalik so'zlaman bor. Bo'ldi. Sizmi bir oltinim deyvetdan ham o'zingizning maydonni siz meni qiling yo. Maydonni. Lola bayga tushamiz, tushmamsiz. Bayga tushamiz, tushmamsiz. Ya, qo'rqdim. Hozir do'kon ayirib chiqib ketmay, ustamning do'konida turyapsizmi? Ha, to'g'ri. Masalan, turpanda odatda bir to'y tasavvurni qancha pul atrofida tatisizlar? Qancha kun tatisizlar? Qancha pul atrofida? Yo'q, o'xshamaydi hamda. Masalan, bir kundan bir kunga oila jihat o'xshamagan ekan, ba'zanlar bir kun qilamiz deydi, yo 1,5 kun qilganlar bor. Endi birsiga Ürümchilar turpaning saviyasi o'xshamaydi. O'rtacha hisobda demakchiman. O'rtacha hisobda shu 1,5 mingdan 2,5 minggacha. Eng to'g'ri 1,5 ming. Turpaning sharoiti. Keyin mushturpanlar berib bir rasm tushunishlar sizlar bilan qarashaylik. Chuqum. Ma'qul. Yaxshimi? To'yingizdan keyin, to'y tugatgandan keyin siz birinchi nima ish qilishni o'ylaysiz? Masalan, to'ylarimiz tugab bo'ldi-ku. Sayohat qilishni yaxshi ko'ramsiz yoki shu o'zingizning yurtda o'tiramsiz yoki jiroq bir yerlarga berib kelishni yaxshi ko'ramsiz? Ham to'y, masalan, sizning savolingiz to'y tugab necha kundan keyin mo ya? To'y tugab necha kundan keyin. Sermoyni qanday o'tkazsiz demoqchiman. To'yding, men balam aniq so'ratdi. To'y tugab shu kunimi yo boshqa kunimi demoqchiman. Aniq so'ranglar ba'zi gaplarni. To'y tugandan keyingi she'rni mazmunni demoqchi, qanday o'tkazishni xohlaysiz yoki? O'zimning oshunda qarshisi bo'yicha yosh bo'lgan ekan, ayolimdan to'yni 1,5 kun o'tkazib bo'lgan ekan, chuqur mamshikirliklarga berib, yashongan bir tonki o'ynab kelgan orzuim bor. Shu bir qitim o'ynab kelamsiz yo davomli yana aprib turamsiz? Oy chiqishdan burun dedim, men sayohat qilsam kamroq, bir sayohat qilsam, o'zim kasb uchida. Mayat bundoq manzil bor ekan, degan xayol qilib bo'laman. Ilhom topaman-da. Ha, to'g'ri. Undan xo'sh bo'lganda qizlar davomli tanishinglar jumma, menda bolalar bek yaxshi. Endi sizningki qizlar tarafidan eng yoqtirmaydigan yeringiz qaysi? Masalan, qaysi? Yoqtirmaydigan? Qizlarda bo'lgan qaysi? Qanday qizlarni yoqtirmaysiz demoqchi? Qanday qizlarni yoqtirmaysiz? Hamdi men belki jimmi turib olganlarni yoqtirmayman. Qiz bo'ldim qizlarniki. Belki jimg'ur qizlarncha. Ancha qiz olganki sho'x bo'lsa, qalin mijoz odamlarni shunami? Ha, to'g'ri. Sho'x qizlarni yaxshi ko'rsizdan. Bo'ldi, rahmat. Men o'sha arliqda Fatiguladamdan bir savol so'ray. Fatigularda hech qanday homiysi yo'q, lekin mol dunyosi bor, biraylan o'lib ketdi deylik. Uning urug' tuqqanlari yo'q, bevosita yoki bo'lmasa muomala qiladigan yaqinlarimi yo'q. Mushundaq ahvol ostida bu kishining mirosi kimga taalluq bo'ladi? Davlatimiz Axloq qonun dasturining 1160-moddasida varislik qiladigan ham hadiyani qabul qiladigan odami yo'q miros davlatga tava bo'lib,
javoat farovonlik ishlariga ishlatiladi. Agar o'lguchi, ya'ni miros qoldiruvchi hayot vaqtida kollektiv mulkchilikdagi tashkilotning a'zosi bo'lsa, bu miros shu kishi burun a'zo bo'lgan kollektiv mulkchilikdagi tashkilotga tava bo'ladi. Rahmat Batigilada. Qolsam, o'zingiz qancha yosh kirgandingiz? 26 yarim. Ha, menda 26 yarim? Ya yerimmi bor ekan, juma Alimanim. Menda 2 yarim yosh cho'nkansiz, juma. Bu yozning egizi qanchada chiqadi? Yo'q, bu yozning egizi qancha chiqadi dedim. To'g'ri. 75 da yuqori chiqamdi. Bo'yingiz demadi, bo'yingiz dedi, juma. Shu, birimdir 75 da yuqori chiqamdi. 175 mi? To'g'ri. Tanishmoqsak bo'lamdi, men hozir Ayağın sovatamsizcha sanmayman. Yo'q, siz mishaygelkilar. Men qiz o'ldirib, sizni oldingiz bo'lsam adabsizlik bo'lmasin. Bo'ptam, yigit o'g'ankan biz. Yo'q. Alimanim. Men o'zim Grimchik, mayoq fotograf, do'konimizning ro'naq tepishiga tilak. Bo'y egizlikinglar asosiyati maskilga. Kanglikinglarni. Zumradgul matarab turib, O'zim bo'lam ekan. Ma turpaliq mendan. Yo'q, kam. Sen xeli baxtli ekansiz, jumava. Menim ish qistalish baxmagan ma ömrüm kelib, juma. Rahmat olim. Unda umidimni qo'zam. Sizga topshirdim ha. Zulxumar, siz men boshqa bir tarafingizni ko'ryapman-ku. Har bir sonda bir ilgirlash va ichilish va Yo'q, bugunchi men turpaliq endi kasb zamonaviy Sanamjon. Uni embersiga men o'tir turpani chiqmamas, misol o'tin kuchlikda qildi. Sizning kuchli emas, bizning kuchlik. Kim achikdigi ko'rib boqma. Voy, men bu mutasishken. Chiroq o'chirib o'tishmi tasishken, ucharmaslikmi tasishken, ish qilib tasishken. Endi bunda qilaylik. Ishlar amaliylashayotdi. Yana majburiy yo'sinda savol javob qilishning hojati yo'q. Zulxumar bilan Zumradguldan boshqa 6 nafar qiz xolisanglar chiroqni o'chiribsanglar bo'ldi. Xolisanglar? Xo'sh. Anvar, o'ting aynan mayoqqa. İxtiyar o'zinglarda. Men aralashmaslikni loyiq topdim. Men hozir qo'lamdim. Qo'lamsiz yoki suhbatlashib boqamsiz? Mening ma qizlardan o'pti so'ragan savolim bor edi. Mushkildan so'rasin. Ikkalandan so'rang. Chunki qolgan qizlar sizga qiziqmaydigan taraflarni asosan ifodalab bo'ldi. Unaqa bo'lsa sizlar ikkimandan so'rasam, masalan sizlarni almoqchi bo'lgan yigit. Masalan, uy, mashin bilan tayyor qilish kerakmi? Yana birisiga, men ma'lum boshqa javob beringlar. Ne de olay ya. Öyle ya maşallah onunla hacetsiz keyin ishlab deb bağıl buldu. Bir-birisi tirishgan uchun hamma ishni hal qilib buldu. Endi men desam bo'lamda. Men tayyor hamma to'liq bolalarni yoqtirmayman. To'liq bola yoqtirmayman. Masalan, mashinasi va uyi va degandekchi. Unda bolalarning oyligi nimasi bek qo'lini ko'tariluvchi, menga puli bor emas, pul topa oladigan erlarni yoqtirman. Menda vatamsiz? Yo'q, sizni demadim. Men sizning chashbozlaringizni yoqtirdim, men faqat hamdiliqma raqobat deb hamdi chiqdimchi men ham, lekin men chiroq o'chirasam bo'ldi, hozir meni yana vaqtim borchu hamdi. Chiroqni o'chirasam bo'ldi, siz kelib o'chirasangiz bo'ldi. Yana bir savol so'ralaysiz ekan o'zlardan. Zulxumar, tuyuqsiz o'zgardingiz-ku? Yo'q, tuyuqsiz o'zgarmadim. Men raqobat talashyapman, lekin men qo'ldan chiqarsam hech qisi yo'q. Men elchi programmasi ham davomli. Hozir biz ko'ngil raqobat qilyapmiz va yoki yangsamli bo'ldi, keyin egizdan ochiq vaqtni tushiray deyapsiz. Yo'q, unday emas. Menda gap turpalliklar mashqisi bir shay ekan. Bu yerda menmomda, lekin men yo'q deyishimdan bu yoqning fotograf degan xizmatni yoqtirib qolganligim sababidan men chiroqni saqlab qoldim. U hargizmi meni siz kasbni tanladingiz. Kasbini tanladim. Odamni emas. Odamni emas. Demak, qo'zam degandan kilosi necha pul hozir? Qo'zam deganimda men abay sizga dedim-ku, men ayollar yilisini shiltatman, jimtron mayrada deb. Lekin bu yil ishlatadigan sahna bo'lib qolsa, men xarakter. Yo'q, men yilishmadim-ku. Endi yaxshi qilib, nima bo'lsa chiroq saqlab qoldi emasmi? Chiroq saqlab qoldi ya. Hozir endi nihoyatda inchkeyroq gap qoldi. Kasb tanladingizmi? O'g'ilnimi desam kasb dedi. Undaq bo'lsa chiroqni o'chirvasinmi, saqlab qolsinmi?
Muşu Anvar belgilsin ham duni. Ha. Ha, Anvar o'zing Sizdan belgili. bir savol so'rsam qarang. Keyin ikkimiz turmush qurdik. Turmush qurgandan keyin uyni, mashinani uyamgilar aytmaydi. Biz tirishib olaylik. Desam, uni qanaqa qilsiz? Siz bo'lmagan ahvol asosida boshqa bir odam bo'lgan taqdirda bo'lsa, men yana ma'qul deydim. Hargiz u sizni ko'rib deganim emasmi? Chunki men dedim-ku, men tayyor emas, tayyor o'g'an bolni men hargiz uni loyiqim yoki kelgusi yo'l uchun demayman. Savolim tugdi. Aniq bo'ldi. Demo O'chirtamsiz mayli? O'zingizdan so'rang, uni bizdan so'rasangiz bo'lmaydi. Alimalar sizdan so'rmadim, Anvardan so'radim. Ha, Anvar Mayradan so'ratamki debdim. Ikkimiz bugun sal ortiqcha. Ishimiz bugun. Endi qolgan natijani kutsak bo'ldigandek turdi. Fatiguldammo ikkimiz bilan qo'shilib chavak-chasil tugaydigandek turamdi, qandaqa? To'g'ri. Elchi programmamizning qoidasi bo'yicha hozir Anvar Zumrat ayning oldiga berib, chiroqni o'chirib etish va yoki Zumrat ayning qo'lidan tortib, naq maydonga akilish murosimini o'tkazadi. Elchi programmamizning tajidorligini o'zgacha tamtid qiluvchi shirkati alohida talab qilgan. Zamoniy kiyimlari yigitga bir yurish to'yliq kostyum burilib so'q qiladi. Ay dodo, siz xo'goyatamsiz? Ha? Siz xo'goyamsiz? Ha, oyoqni bering. O'zchi. Ay dodo, siz xo'goyatamsiz? Ha? Siz xo'goyamsiz? Ha, oyoqni bering. O'zchi. Ichib biring. Hay? İçip biring demidim, içip biring dedim. Açlar ekanman. Qo'lchining sapachiligidan ishlangan saptava asosini ko'rsamla ichib deydi ekanman. O'zimni tuta olmay ekanman. İçip bakamsan. Mendim bor. Hanımı içip bireyim ha. O'zim ajoyib. Saptava asal suyu. Gülginaz, hamrohim sen qish ham yoz. Shundaq, seni har vaqt mehrim bilan asga olaman. Vujudim pokliqing, aqliqing bilan huzurlanadi. Sappaxtadan putilgan jisming ayollik latofatimga husn qo'shib, sog'lom va go'zal turmushga bo'lgan ishonchimni oshiradi. Pokizligingning ichiga mening go'zal yoshligim, ayollik jazbidorligim yoshiringan. Sen bilen menzillarim güzeldir. Ey Gülginaz tazlık kağızı. Gülginaz tabii sappaxtılık tazlık kağızı. Altlarını öz üstüge aladı. Zamani kiyimleri jigitga bir yurish to'yliq kostyum burilib so'q qiladi. Voytexe, az Zulxumarning ovozi bek chiqdi, qaranglar. Zulxumar qandaqroq rost gap qilsam, endi mayada endi bizning yangi mehmonimiz turpanliq. Menmi bir yangi mehmon, lekin mening bir yuzlanib ketishim naytiliq aniq. Hozir men yangi chiqqan bo'lsiz-ku, sen yangi chiqib kelayotgan, lekin men turpanliq do'stim endi sal jiddiylashib qoldim. Men bu yoqlarni tang raqobatlashib, bu yoqlarni tang men ilgari surishtiray deb shunlam o'ylagan. Amaliyotda Anvar bugun sizga rahmat aytsa bo'ldi ekan. Ha? Anvar sizga rahmat aytsa bo'ldi ekan. Mening haqiqiy maqsadim endi mush qismni bir yerga keltirishda. Shu an men mayadalik birinchi chavoq chaqirdim shu an. Chiqanlar baxt tilayman. Yordamchimiz o'sib o'qidak. Bundan keyingi sonlarda. Bo'ldi, ish qilib yaxshi bir natijaga erishdik. Jarayon qanday bo'lishini qat'iy nazar yaxshi natijaga erishdik. Zumrat ayg'imo xela amroqlab qolgan to'q bu qiz olma. Shundaq bir tip-tizlar mungloq, omoqga qildigan qiz ol ketdi. Hamda Anvarjonning
peshonasi Zumrat ay to'xtaga o'xshaydi. Xushal bo'ldik. Baygida yengib chiqqaningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Turpallar tepişamamızaq müşaykat tepiş qağınımızın hoşun məcmu. Elçiga rahmat. Elçiga rahmat. Lekin abay ishqinglar bir-biringlarni ko'rganda his qildinglarmi yoki faqat ko'rib boqmoqchi ekansizlarmi? Yo'q, men ko'pincha ahvolda do'konda bo'laman. Nima ko'raman? Do'konda bo'laman, do'kon ichida. Do'konda bo'lasiz. Xizmat ustida bo'lasiz. To'g'ri. Biz do'konda birga ishlab qilishinglar mumkin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Hamda sizning mig'izinday. Nima deysiz, Sulxumar yordamchim? Ha, gap qiling. Zumrat men choy taklif qilinglarmi? Anvar qo'zam demandim ya. Qo'zam deydi g'ayriday desa. O'tib ketdim ang'achimi? Bo'ldi undan men choy taklif qilinglar. Ma'qul. O'ylab kirmamsiz, qilmamsiz. Bo'ldi. Ishqilib do'stim qildinglarmi? Bo'ldi. Turpanchi yerda turib, tepshamay qapsizlar. Elchi sahnasi sizlarga yaxshi bir fursatni yaratib berdi. Demak, elchi sahnasining sizlarga bir ko'ngli bor. U bo'lsa-mu Anvarning qo'li orqali Zumrat oyga yetadigan Xinjiang Dilbahar savdo chekish shirkati Sofiya markasi bilan mana ko'p tonilib kelyapti. Shular maxsus oltin uzuk so'qtiribdi. Juplar sahnadan ayrilish oldida o'g'il qizning qo'liga sap qo'ysadi. Qizchaqmi o'g'ilga qilib so'qatdi. Qizchaqmi o'g'ilga so'qqasin deb Xinjiang Albay xalqaro savdo chekish shirkati zamoniy erlar kiyimchiligi o'g'illar uchun maxsus ko'ylak tayyor qildi. Zumrat ay o'z qo'lingiz bilan Anvarga bering ha. So'g'at almashtirish bo'lyapti-da. Men o'ziksiz tasdiqxonimni ochayamsa. Endi so'g'at bo'lsa, ishqinglar. O'linish guvohnomasi ola olasanglar. Demak, turpanda to'y o'ynab qolsak, undaqda baş ustam markasi bilan to'nilayotgan Xinjiang Arg'u xalqaro savdo chekish shirkati ishqinglarning Shirin Ay sayya safiringlarning barliq xarajatlarini o'z ustiga oladi. To'yinglar ustallar tuzilgan ichimliklarni bo'lsa, g'ulja, gultaj, yemak-ichmak ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga oladi. To'ylik kostyum burligingizni Xinjiang Albay xalqaro savdo chekish shirkati zamoniy erlar kiyimchiligi tahqiq qo'yug'liq. Lekin oldi bilan o'yilish guvohnomasi imzolab berib. Ma'qul, rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Turpallarga kelmamsizlar deb bir salomlam yo'qmi oxirda? Yo'q, endi rost bu ishimizning oxiri chiqib qolsa, cho'qim sahindikini ikki ustozni cho'qim choyga chaqiramiz. Men yo'qmi? Yo'q, bu? Ha. Sizlarni chaqiramiz hamda deganmisiz, madaq qo'yay. Yo'q, shu dedim-ku, sahindiklarni dedim-ku. O kuni to'yinglarga men hozir bekititay Zulxumar riyosatchilik qilsin. Ogust. Ya o gün to'y bo'lamdi, boshqa bo'lamdi edi. To'y bo'lamdi, boshqa bo'lamdi edi. Qozam deb silib, to'yda, bo'ldi hamsa ishni buzmaylik. Qiz besh bo'ldi ekan. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Ishlaringlar utuqliq bo'lsin. Garchi 2 soatlik yo'l bo'lsa-mu, yo'lda diqqat qilinglar. Ma'qul. Xayr hamsa. Rahmat, xo'sh sizlarga. Xo'sh. Xo'sh. Ben bugün Elç programmasına çıkıp özüm oylap baxman naticelerge erişdim. Elç programmasına rahmet. Biz Turpan şəhər işçidən tepiş almağan bolsaqmı, biz elçiyə çıxıb özümüzün bəxtini tapdıq. Bunundan ki işlərimizdən oңuşluq bu keçişini ümid qılma, elçiyə rahmet etmə. Mana qızlar, bir daryoning suyini ichgan biz deb Anvar bilan Zumrat ay qo'l tutish sahnamizdan ayrildi. Ularga baxt tilaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zining yemak-ichmak ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan G'ulja Gultaj yemak ishlab chiqarish shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Xinjiang Bergnas xalqaro savdo chekish shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Siz yaxshi ko'rgan elchi programmamizni Xinjiang kamera madaniyat tarqatish shirkati ajri bilan ishlagan. Kamera achchiqini qaytarish orqali programmamizning to'liq sonini ko'rib chiqaysizlar. Qizlar chapa tatqanlar. Sulxumar baygiga tushib chapa tatib qoldi. Qo'zam deb iboralarni so'zlab chapa tatib qoldi. Undaq bo'lsa, manglarga Dilbahar savdo chekish shirkati ta'minlagan Sofiyana markali Grim buyumlari ham Bergnas xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan Bergnas Gulgibar markali yurishliklarni sovg'a qilamiz. Qani qabul qilinglar. Baxt qo'lima atdi. U his qilishda, his qildirishda. Anvar his qildirdi,
Zümrət ay his qildik. Şunun bilan sahnamizdan ayrıldık. Qadrli görmən dostlar, biz şundaq bəxt his qıldırıb həm his qılıb sahnamizdan ayrılğanlarning üzüksüz köpəyişigə tiləkdaşımız. Bundaq toyğularni köməkçi həm his qılıb baxmaqçı bolsanglar, hər həftə işiganlarni birov çekidu. Uning ismi Elchi. Elchining batlarini varaqlash orqali bundaq hikoyalarni o'qib ko'ringlar, anglab ko'ringlar. Xayr xo'sh, kelar hafta ko'rishaylik. Elchi kepdu ya uyiga elchi kepdu. Men barg'icha yar